Salom odamlar, sizlar bilan yana men Iskandar. Bugun biz sizlar bilan sinxrofazotronlar haqida gaplashamiz. Bu yana nima degani? Ha, ishondinglarmi menga? Men sizlarni aldadim. Bugun biz sizlar bilan ishonch haqida gaplashamiz. Kelinglar, so'zlardan so'zlarga o'tsak-da va boshlasak. Intervyularni birida Fidel Castrodan so'rashibdi. Aytingchi, iltimos, siz dinga qanaqa munosabatdasiz? Agarda din yaxshi yo'nalishda bo'lsa, unda u yaxshi. Agar yomon bo'lsa, unda u yomon. Bunda olib qarasak, bu so'zlarga nimadir qo'shish qiyin, lekin chuqurroq kovlasak bo'ladi. Har bir inson nigohlari, hattoki o'sha dinni ham olib qarasak, ikkita muhim elementdan kelib chiqadi. O'ziga xoslikdan va samimiylikdan. Tafakkurda o'ziga xos degani bu boshqalarga o'xshab fikr yuritish degani emas. Masalan, sen BMW avtomobilini yaxshi mashina deb o'ylaysan va bu fikrga sen bu mashina haqida yaxshi fikrlar eshitganingdan emas, bu mashinani o'zing haydab va har bir texnik xarakteristikasini o'rganib chiqib, shu xulosaga kelgan bo'lsang, shu holda sening fikrlashing o'ziga xos bo'ladi, chunki sen bu fikrga o'zing kelgansan. Va o'z navbatida samimiy bo'lish bu o'zini va boshqalarni aldamasdan qaror qabul qilish degani. Ushbu qarorni ko'pchilikning fikriga to'g'rilamasdan, ma'qullanishni yoki jazo olishdan qo'rqmaslik demakdir. Shunday qilib, agarda odam o'ziga xos va chindan ham Xudoga ishonsa, bu yerda hech qanday yomonlik yo'q. Agarda u esini tanigan paytdan har xil dinlarni o'rganib, solishtirib va o'ziga to'g'ri kelgan dinni tanlasa, u atrofdagi odamlarning fikridan qat'iy nazar o'ziga xos va o'zi uchun to'g'ri qaror qabul qilgan bo'ladi. Yuqoridagi fikrimiz ateistlar uchun ham to'g'ri keladi. U har xil muqaddas kitoblarni o'rganib chiqib va hayoti davomidagi tajribasidan kelib chiqqan holda chindan ham va o'ziga xos ravishda Xudo yo'q degan xulosaga keladi va tinchgina yashashni davom ettiraveradi. Faqat nimanidir isbotlash zarur bo'lganida yo'q nizolar kelib chiqadi. Bunday odamlarga qarab ularni rostgo'yligiga shubhalanishni boshlaysan. Balki ular atrof vaziyatni to'g'ri tushunishayotganligiga shubhalanishayotgandir va boshqalarni dunyo qarashini kamsitish orqali o'zlarining kimirlab qolgan asosiy fikrlarini kuchaytirishni harakat qilishayotgandir. Ateist butun din to'g'risida faqat pedofil poplar, pullar va mulklarni olib qo'yadigan sektalar va marslar haydab din niqobida yurgan shaxslarga qarab fikr yuritishi bu g'irt ahmoqlikdir. Axir bu degani butun hip-hop to'g'risida Shahriyorga qarab xulosa qabul qilish bilan barobar. Har bir podada tirraq Xudoga ishonmaslik prinsipidan kelib chiqqan holda hech narsaga ishonmaslik juda ham xavfli. Bunaqada odam qanaqadir narsa ilmiy yo'llar bilan tasdiqlanmasa, ushbu narsaga ishonish qobiliyatini yo'qotadi. Din va ilm haqidagi Vniz po krolichinaре Quyon inidan pastga qarab filmini ko'rishni tavsiya etaman. O'z navbatida ayrim dindorlar ateistlarga otilib jahannamdagi qiynovlar bilan qo'rqitib, majburlab Xudoga ishontirmoqchi bo'lishadi. Lekin ular ateistlar haqida noto'g'ri fikr yuritadilar. Odamlarga yaxshilik qiladigan ateistlarni ko'rganman. Shuningdek, bugun nojo'ya ishlar qilib, ertaga esa ushbu gunohlarni masjid yoki cherkovlarda ibodat orqali yuvish mumkin deb qovus ichidagi xudogo'ylarni ham ko'p ko'rganman. Hech narsaga quloq solmasdan xudogo'ylik qilish yoki ateist bo'lish baravarliga xatarli. Chunki bunaqada fan va ilm umuman tan olinmaydi. Ilmiy tadqiqotchilarga yana ozgina vaqt beringlar. Dunyo boshida nima bo'lganini bilib olamiz. Axir yer yapaloq, kitlar va fillar ustida turmaganini bilib oldi-yu, to'g'rimi? Davom etamiz. Menga qaraylik, hech bir yangi fikr yarata olmagan nopok ateistlar. Qo'yinglar endi Xudoga ishonadiganlarga qarab, menga Xudo borligini isbotlab ber deyishni. Ular menga hech narsani isbotlab bera olmayapti. Demak, Xudo yo'q. Sal o'zingni bos og'ayni. Bitta haqiqatdan ham Xudoga ishongan, lekin so'z boyligi va bilimi kamroq odam tushuntira olmagani Xudo yo'qligini isbot emas albatta. Hammasini aniq tushuntirib beradigan odamni top. Agarda kimdir muqaddas kitobdagi yozuvlarni boshqalarga qarshi urushni ma'qullash deb o'zicha tushunsa, bu o'zining maqsadiga erishish uchun yolg'oni. Shu narsa esingda tursin. Xullas, bundan olib qarasak, urushning o'zi bu g'irt ahmoqlik. Kichikdan kattaga o'tamiz. Mahallaga qarshi, shaharlarga qarshi, millatlar boshqa bir millatlarga qarshi, davlatga qarshi. Odamlar kimga qarshi? O'zga sayyoraliklargami?
Yo'q, odamlar odamlarga qarshi. Yer atmosferasiga kirib kelamiz. Hujumdan oldin hamma yoni sinchiklab o'rganib chiqing. General, ular o'zlarini o'zlari o'ldirishyapti. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib? U holda ovora bo'lib nima qilamiz? Oyda kutib bo'sh qolgan yerni egallab olishni tavsiya qilaman, general. Yer yuzida sof muhabbat va yaxshilik tuyg'ulari yo'q bo'lib ketyapti. Qanday qilib shu tuyg'ularni noaniq narsalarga ishlatishimiz mumkin? Odamga va haqiqiy hayotga ishonishimiz bu juda ham yaxshi tuyg'u. Ikki oyoqda yerda turib va osmondagi yaxshi hayot haqida gapiradigan odamlardan ehtiyot bo'lishimiz lozim. Axir u ham bizga qo'l, oyoq, miya berishi bilan birga o'z baxtimiz, o'zimiz yasashimiz kerakligi haqida gapirgan. Eng yaxshisi barcha ishonchlarni birlashtirishimiz kerak. Nimaga ishonch bo'lishidan qat'iy nazar, Xudogami, ilm-fangami, san'atgami, davlatgami farqi yo'q. Barchasidan eng yaxshisini tanlab, uni odamga va hayotga ishonishga bag'ishlash kerak. Biz dunyolarning eng yaxshisida yashamoqdamiz. Bepoyon koinotda bizlarga ham joy topiladi. Shuning uchun bolalar, kelinglar, davay qilaylik. Ichimizdan yemirayotgan nafratga vaqt ketkazmaylik. Qani ketlarinchi bu yerdan? Ishonch bilan esa odamga yaxshilik qilish, yaxshiligi tuyg'usi qaytib keladi. Xullas bolalar, o'zimizga xos va samimiy bo'laylik. Sal nafasni rostlab olib, boshqa fikrga ega bo'lganlar bilan ham gaplashaylik. Ularni gapirayotgan fikrlarini eshitib, o'zimizning fikrlar bilan ham bo'lishaylik. Nafratni esa o'zga savarliklarga beraylik. Mayli, olib ketinglar.